Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Biz Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, yozuvchi Xurshid Do'stmuhammadning Hijroni mingdir mening nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Hayot muhabbat bilan go'zal, mehr bilan go'zal. Mehr muhabbatsiz hayot nihoyatda g'ayrib va ayanchli bo'lib qolgan bo'lar edi. Inson fe'lidagi eng nozik, eng nafis va eng inja tuyg'ular bir-biriga devor darmiyon qo'shni misoli. Sadoqat, sabot, oriyat, hayo, iffat, joziba, poklik barchasi sizu bizning insoniylik amalimiz faqat va faqat ulug'laydi, ko'klarga ko'taradi. Alqissa ana shu fazilatli ne'matlar hamroh bo'lgani uchun ham hayotimiz go'zalligidan faxrlanamiz, quvonamiz, shodu xurram yashaymiz. Taniqli adib Xurshid Do'stmuhammadning ushbu kitobiga jamlangan qissa va hikoyalarda ham mazmunan ham ruhan insonga ato etilgan eng mo'jizalarga boy tuyg'u muhabbat, mehr-oqibat, sadoqat va nafosat tarannum etiladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, bizning Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring.